Davom etamiz. Qurilish obyektlarida standartlarga mos ravishda ish olib borish, qolaversa sifatli qurilish materiallaridan foydalanish masalasi doim ham talab darajasida emas. Buxoro viloyati Buxoro tumanida soha mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi reyd tadbiri davomida ancha kamchiliklar aniqlanib, quruvchi korxonaga ogohlantirishlar berildi. So'nggi paytlarda hududlarda ayrim quruvchilar tomonidan qurilish me'yorlari va qonunchilik talablarining buzilishi holatlari aniqlanmoqda. Ba'zi kompaniyalar ruxsat beruvchi hujjatlar, ekspertiza xulosalari va texnik ko'rik dalolatnomalarsiz qurilishga kirishib, fuqarolarga noqonuniy tarzda uy-joy sotishga urinishyapti. Buxoroda ana shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida qurilish me'yorlari o'rganilmoqda. Buxoro tumanida o'tkazilgan navbatdagi nazorat tadbirlari davomida tuman markazida qad rostlayotgan turar joy majmuasida qurilayotgan ko'p qavatli turar joy binosida bir qator qurilish me'yoriy hujjatlar talablari buzilgani aniqlandi. Jumladan to'sin devorlari o'zboshimchalik bilan buzib ochishlar oralari aniqlandi. Bu demontaj ishlari berildi. Armaturalarni korroziyaga uchraganligi bo'yicha tushuntirishlar o'tkazildi. Qurilish obyektida sifat talablarining buzilish holatlari ham kuzatildi. Jumladan sifatsiz g'isht mahsulotlardan foydalanganligi, qurilishda qo'llanilgan temir armaturalarning zanglagan holatda ekani, beton plita mahsulotlari amaldagi qurilish me'yoriy hujjatlar talablariga mos kelmasligi ma'lum bo'ldi. Bu bo'yicha mc.uz orqali yozma ko'rsatmalar berildi va ma'lum muddatda vaqt berilib, o'z vaqtida bartaraf etilmagan taqdirda ma'muriy javobgarlikning 99-moddasining 1-qismi bilan ma'muriy javobgarlikka tortilish bo'yicha ogohlantirishlar berib o'tildi. Qurilish maydonlarida nazorat va monitoring ishlari davom ettirilmoqda. Har bir qonunbuzarlik holati bo'yicha qonuniy choralar ko'riladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.